Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, ey Jabroil, jahannamni ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Meni ummatimdan ham jahannamga kiradiganlari bormi dedilar. Shunda Jabroil alayhissalom yig'lab jim turar ekanlar. Payg'ambar alayhissalomdan hayo qilib, Rasulullohning hurmatidan indamay turar ekan. Rasululloh ikkinchi marta so'rar ekan, ey Jibril, mana shu siz aytayotgan 3000 yil qizdirilgan jahannamga, do'zaxga meni ummatimdan ham kiradiganlari bormi? Jabroil alayhissalom lom mim demay jim turar ekanlar. Qarang, ha ham demay, yo'q ham demay. Rasulullohning hurmatidan, Rasulullohning haliga ko'ngillarini ayab, Payg'ambar alayhissalom 3-marta so'radilar, ey do'stim Jibril, mana shu siz ko'rib rangingiz oqarib ketgan, hattoki farishta bo'lib turib qo'rqyapsiz jahannamdan, do'zaxdan. Mana shu 3000 yil qizdirilgan, qop qorong'i, milt akkan nuri yo'q. Mana shu do'zaxga meni ummatimdan ham kiradiganlari bormi? 3-marta so'raganlarida Payg'ambar alayhisolatu vassalom Jabroil alayhissalom, ha bor ey Muhammad, ey Allohning rasuli, siz ummatingizdan ham jahannamga, do'zaxga kiradiganlari bor. Shu yerda Rasululloh hushlaridan ketib qoladi. Yig'lab shu joyda Payg'ambar alayhissalom hushlaridan ketib qoladi. Qarang, o'zlarimiz o'ylamayaptilar, ummatni o'ylayaptilar.